Aha, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Suhab Qarif. Biz bu videoda qishloqda pul ham qolmadi va biz mana shu oddiygina qishloq, o'zimning kompyuter qishlog'idan bu yerga ko'chib kelishga majbur. Mana qaranglar, boshqa joy. Chunki deganda ana yana va u yoqda bitta kompyuter. Chunki deganda bizda pul qolmadi. To'g'rimi men? Ha, endi biz qachon yoqqa ko'chib o'tamiz? Ha, aka, senga boya aytgandim, parkurlardan o'ta olasanmi sen? Ha, o'ta olaman. O'sha yerda keyin biz o'zimizni qishlog'imizga qaytamiz. To'g'rimi men? Ha, o'zimizni qishlog'imizga qaytamiz. Bor edi, seni o'ta olasanmi? Ha, men o'ta olaman. Ketdik do'stlar. Borganda videoni yoqaman. Hammaga hozir kutib turing. Yetib keldik. Qani biz boshda bu yerda o'tishimiz kerak ekan, qarang. Biz bu yerda o'tdik mana. Agar qarang. Ketaylik to'g'ri yoqqa. Yo'q bo'lsangchi. O'rtoqlar, qani eshik. Men seni yomon ko'raman. Qayerda bu? Parkur qilsa bo'lmasmi yosh yerlarga? Yo'q bitta aka. Qani eshik. Mana o'rtoqlar. Checkpointni bosib qo'yaylik. Yonma turdim. Endi u yoqiga qanday saklayman? Maksimal. O'rtoqlar, sizlar meni oddiy odam deb o'ylaysizlar. Men odam emas, baloman-da. O'rtoqlar, yetib keldik. Checkpointni bosamiz. Bu yerda endi qanaqa qilib o'tamiz? Mana shunaqasiga qiynalib o'tamizmi? Yurib ketaveramizmi? Yo'q, bunaqasiga bo'lmadi. Menimcha bu damlamani yo'q qilish kerak. Yoki yo'q. Ya men seni yomon ko'raman. Qaytatamiz. Sut ichmasam o'rtoqlar bo'lmay ketyapti u. Sut ichmasam bo'lmay ketyapti. Ha, bo'ldi. Endi chiqsa bo'ladi. Negadir bu ekran menga umuman negadir bunaqa bo'lishi menga umuman yoqmayapti. Mana shu bo'ladi. Bizga emas. Ketdikmi? Tezlashib ketdikmi? Mana shu bo'lar ekan. Qanaqasiga ketaveramiz. Oxirgisi sakradik. Basharangga o'rtoqlar. Bugun meni parkur yomon ko'ryapti yoki men dirimchilik qilganim uchun qo'ya. Balkim shuni. Yoki siz obuna bo'lmaganingiz uchundir. Obuna bo'ldingiz, like bosdingizmi deyman. Oxirida shiftni bosib yurishim kerak edi. Bu azob-ku o'rtoqlar, bu yo'q shunaqa tuzaq emas, bu yer azob ekan, azob. Azobku bu yer. Shuncha bu yerlarda o'tmayman men. Endi biz qoidasini buzib bo'lsa ham mayli, oxirigacha borib qo'ying. O'z-o'zgina qarang. Va bu yerda endi qaytishimiz ham kerak. Menga unaqa qaytish yoqmayapti. Ya'ni to'g'ri qaytish. Bu albatta xato yerdan. Men shu parkurdan orqa machasiga o'tib ko'rmoqchiman. Lekin buni iloji yo'q, bilaman. Lekin menga baribir endi yoqtiraverdi. Ketdik. Eshikni bosib yurish kerak. Menga baribir. Men bu yerga chiqmayman. Bu yerni pasa oddiy. Bu yerdan o'tolmayman. Bu orqaga qaytish labirintisiga yarlab qo'yganman, menimcha. Bu yerda yana ko'raman. Va bu yerda orqaga mana shu yerdan ko'proq qo'yish kerak edi. Shuncha zumrat. Shuncha zumrat. Men oxirigacha qilmagandim, to'g'rimi? Men hammasini olmagan. Do'stlar, men esimdan so'radim va endi orqaga qaytishim majbur ekan. Ana oxirsidagida o'tmasam ham mayli.
o'tmasang ham bo'laveradi dedi. Lekin qolganidan o'tishim kerak. Bu yer qiynoq-ku bu. Top sakrab yuboramiz. Endi shit qo'yversak bo'ladi. 20% gap qoldi. Bu yerdan ham o'tmayman. Bu yerdan o'tish sahroda tushib ketaylik. Yuragim yorildi. Bu Habib yomon ko'raman. Adashib qoldim. Qayerda o'zi qaytdi? Qayerda? Menga mashina boshqarib yurish kerak edi. Azob sanaqa. Aman ekan. Bu safar endi o'lmasdim. Uddaladim. O'tgan safar like va obuna bosmagan deylarmi deyman. O'tgan safar qani bu yerlarni tushirib ketay. Bu meni pulgalam tushsin. Bu meni pulni to'lashadi. Hayır, mendan hech narsa qilmadim. Men tushib ketmayman. Yo'q, video tugadi.